Alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Madiyev Murod Odilovich Vobkent tumanidagi 12-oilaviy poliklinika mudiri lavozimida ishlab kelyapman. 49 yillik tajribaga egaman. Oliy toifali shifokorman. Hududimizda 20 mingga yaqin fuqarolar istiqomat qilayotgan bo'lib, ularga 82 nafar tibbiyot xodimlari xizmat ko'rsatib kelmoqdalar. Olib borilayotgan ijobiy ishlar natijasida so'nggi yillarda onalar o'limi kabi noxush holatlar qayd etilmadi. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning tibbiyot sohasidagi olib borilayotgan islohotlar natijasida hattoki olis qishloqlardagi davolash maskanlari ham zamonaviy asbob-uskunalar bilan to'liq jihozlandi. Fidoyi xodimlarimizdan Toshva Shahnoza, Turobva Gulnoz, Tog'oyeva Nilufar, Saidova Tabassum kabi soha jonkuyarlari erga xizmat qilib kelmoqdalar. O'z o'rnida bizga amaliy ko'mak berib kelayotgan viloyat va tuman rahbarlarimizdan minnatdorman. Patronaj hamshiralarimiz xonadonma-xonadon yurib profilaktika ishlarini olib borayotganligi o'zini ijobiy samarasini bermoqda. Assalomu alaykum. Vobkent tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 12-oilaviy poliklinika katta hamshirasi Toshva Shahnoza Ergash qiziman. Men 2024-yildan buyon katta hamshira bo'lib ishlamoqdaman. Bizning poliklinika mudirimiz Madiyev Murod Odilovich bizga ustozlik qilib kelmoqdalar va hamda xizmat ko'rsatmoqdalar. Biz undan juda ham mamnunmiz. Hudud aholisi oilaviy poliklinika mudiri Madiyev Muroddan juda ham mamnun va birgalikda ishlab kelmoqdamiz. Juda ham xursandmiz. Tibbiyot